Nega kasal bo'lish oson? Chunki kasallikka olib boradigan narsalarning ko'pi yoqimli. Ko'p yotish, ko'p o'tirish, shirinlik va mazali taomlarni yeyish, harakatsizlik, bularning barchasi hozirgi kunda tuyimli, ammo vaqt o'tib organizm hisob-kitobini so'raydi. Ortiqcha vazn, bo'g'imlarning og'irligi, qon bosimi, qand kasalligi, doimiy charchoq, sog'lom bo'lish esa intizom talab qiladi. Har kuni harakat qilish, to'g'ri ovqatlanish, o'zingizni ba'zi narsalardan cheklash, tanangizni emas, nafsingizni boshqara olish. Siz o'zingizni boshqara olsangiz, sog'lom bo'lasiz. Agar nafsingiz sizni boshqara olsa, kasalliklar birin-ketin kela boshlaydi. Bugun o'zingizdan so'rang. Men sog'liqni boshqaryapmanmi yoki odatlarim meni boshqaryaptimi? Agar sog'lom hayot haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, sahifaga obuna bo'ling va pastida yaqinlaringiz ham like bosib yuboring.